Hurmatli mijozlar, qadrli hamyurtlar, Lochin mototsikl zavodimizga xalqimiz tomonidan juda ham talab yuqori bo'lgan bu modelimiz 1,5 tonna yuk oladi va kabinkamiz D-klass turiga mansub. Bu kabinkamizni oldida faralari ikkita 3 xil diapazonda yonadi. Bu motorollerimiz balonlari 12 ga 5 lik va 63 lik vilkalar joylashtirilgan. Kabinkamiz ustki qismida haydovchilarimiz yozda issiq kunlarida o'zlarini qulay his qilishlari uchun ventilyatsionni lyuklarimiz joylashtirilgan va kabinka eshiklarini ochib yopish va haydovchilarimiz uchun chiqib tushish juda ham qulay. Kabinkani ichki tomondan dizaynga va eko ko'jalarimiz joylashishiga baho berib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni albatta yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Kabinkamiz ichki tomonida motorollerimiz orqaga harakatlanganda kameramiz, kuzatuv sistemamiz joylashgan va tabloda benzin qoldig'imiz, tezlik ko'rsatkichimiz va suvni bosimini ko'rib tursak bo'ladi. Va bu modelimizda qadrli kuzatuvchilar, пониженный повышенный передачamiz bor. Motor dvigatel sistemasi sidenyamiz tagida joylashgan. Bu modelimizni bortini razmeri 220 ga 140 bo'lib, bu bortimiz qovurg'ali hisoblanadi. Bu modelimizni benzin boki yon qismida joylashgan va bu modelimizni tormoznoy sistemalari Jetkis bilan. Ushbu ko'rib turgan motorollerimiz haqida narxi yoki xarakteristikasi to'g'risida ma'lumot olish uchun bu videoni ostidagi описаниyaga kirasizlar yoki bo'lmasa Lochin Telegram botlaridan olishinglar mumkin.